Moviy tog'lar dam olish maskani oldida mana shunaqangi kichik sun'iy ko'l bor. Safarni sun'iy ko'lning yonidan boshladik. Taxminan bugun 10 kilometrcha atrofda masofa o'tamiz. So'qmoq yo'l bo'ylab davom etamiz. Yo'lni bu yerda vodiyning ajoyib manzarasi ochildi. Salfetka al mashina shekillanmasangiz. Yo'q, yo'qmasam turib. Mana. Kontent olaman deb suvga bosib. Ha, bir kishiga bitta qiladilar. Biz Tojikiston chegarasigacha keldik. Endi hali Tojikistongacha 20 kilometrcha bor. Ha. Bular kim kala ishlaydi bu narsaga. Keyin bitta platforma topib oldim, Be Welcome degan. Be Welcome? Nima ekan? Короче, chet davlatga bording, bir kunga joy kerak. Shunaqa platformaki, hamma o'z taklif bilan chiqib bitta ikkita odam qabul qilaman degan. Shunaqa taklif bilan kimdir uyga bora olasiz. Sun'iy intellekt bir bola kirib kelyapti. Lekin qarayman, sun'iy intellektdan o'shani orqadagi nolda qo'rqmaslik kerak. Zo'rga mazaq xizmat qiladi. Menga o'xshagan xaltura bo'lib yurganlar Bu yerda yarim soatcha dam oldik. Endi reja
to'g'ridagi toqqa boramiz. Ikkita daraxt ko'rib qoldimda yotgan paytimda o'sha yerga boraman endi. Mana. Mana shu ikkita daraxtga boramiz. Bizlar sekin endi o'rmon oralab tepaga ko'tarilish boshladik. Maqsad shu balandlik, shu cho'qqini tepasiga chiqish. Taxminan 1 soatda chiqishni reja qildik. Diyorning logikasi bo'yicha narsa bu. Yeah, brother, yeah. Yeah, I agree. Ashni chiqarizmi? Ha, mana bu yoqda. Mana o'ngda. Biz dam olish uchun to'xtadik. Juda katta archazorning ichiga. O'zi Senegori o'rmoni archazor. So'qoq ham shunaqa. Yo'q, so'qoq endi sun'iy o'rmonda. Baribir zo'r, chiroyli. Lekin zo'r. Kichik lekin u. Kichkinagina bir yarim soatga tugatib qo'yasiz. Bu yer oxiri yo'q-ku, ketaverasiz. Qiziltog', voy. Moviy tog'lar deydi o'zbek tilida. Senegori. Birinchi marta bundan 8 yil oldin chiqqanman. Juda ham ajoyib taassurot uyg'otgan. Sababi qalin archazor o'rmonlar, yozda kelsangiz ham salqin ob-havo odamda o'zgacha taassurot uyg'otadi. Shuning uchun ham har yili harakat qilaman. Kamida 1 marta chiqib sayohat qilib yurib kelishga bu yerga. Mana shunaqangi ajoyib manzara ochiladi. Uzoqda qorli cho'qqi, bu Angren tog'lari, shu Boboy tog' cho'qqisi adashmasam. Mana bu qalin 1000 yillik archalarning ichida ajoyib dam olish uchun joy bor. Bu yerda o'sha palatkani yoyib, bemalol dam olsa bo'ladi. O'ta qalin, o'ta katta archalar. Biz esa yerda davom etamiz. Cho'qqini tepasiga chiqishimiz kerak. Shu yo'l bo'ylab ketamiz. Ancha yillik juda qalin archa. Juda qalin. Biza eng baland joyga kelib qoldik, tepalikni. Endi cho'qqi desa ham bo'ladi. Tepalik desa ham bo'ladi. Tepalik deya qolaylik. Chunki cho'qqi to'g'rida qorli. Atrofda vodiy manzarasi ochildi. Biz eng baland nuqtaga yaqinlashib qoldik. Hozir 1 metr. Video bitta o'sha bulutni olib olay. Ketib qoladi-da. Tashlab tasam bo'ladimi? Mashalloh. 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 Tavuk. Hadi ya. Ketdi. Biz eng baland nuqtaga chiqib oldik. Endi ozgina dam olib yana davom etamiz. Reja bo'yicha bundan sal teparoqqa chiqishimiz kerak. Ikkita mevali daraxt bor, o'shani oldiga borishni reja qilganmiz. Ob-havo juda ham salqin, Xudoga shukr. Ajoyib.
Qorli tog'larning orqasi Tojikiston. Mana shu ikkita mevali daraxtga bormoqchi edik. Hozir harakat qilib ko'ramiz. Yaxshigina uzoqda ekan, lekin chegara hududga ekan, eson-omon borishga harakat qilamiz. Kimdir otmasa bizani. Sniper. Quyuq o'rmon, lekin senga ko'ra shunisi har doim menda yaxshi taassurot uyg'otgan. Bugun havo ham quyoshli, lekin bulut ancha to'sib turibdi quyoshni. Sillarni quritadigan issiq emas. Bu yoqimli ancha. Ajara charchamading? Yo'q, charchamadim. Biz bugun kichkina gruppa, 4 kishilik guruh, Mini gruppada. mini gruppa bo'lganmiz. Brainstorming qilishgandik bolalar bilan birga. Ajoyib manzara. Qani yurib ko'ramiz. Biz butazor oralab tepaga chiqamiz. Qo'rama tog' tizmasining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu yerda tog'ni tepasiga chiqaverganingiz sari mana shunaqangi quyuq butalar ko'payib ketaveradi. Ya'ni butazor yer juda ham shunday ehtiyot bo'lib o'tishga to'g'ri keladi. Zaharli butalar bo'lishi mumkin, tikanli butalar bo'lishi mumkin va bu zarar yetkazishi mumkin tanaga. Lekin juda ham bir ajoyib xususiyati yovvoyi tabiat, yovvoyiligini saqlab qolgan. Ya'ni bu yerda axlat ko'rmaysiz yoki odam deyarli ko'rmaysiz. Tinch, sokin tabiat, qushlarning ovozi, salqin havo va yoqimli muhit. Tog'da mana bunaqangi chiroyli gullarga doimiy duch kelasiz. Bu tog' lolasini piyozlari. Qalin, juda ham qalin o'rmon. Archazor. O'zidan ajoyib salqin havo chiqaradi archa. Xullas shunaqa. Bizda 1600-1700 metr balandlikka chiqib oldik. So'nggi baland nuqtagacha yo'limizda davom etamiz. Uzoqda ikkita mevali daraxtchamiz ko'rindi. Lekin biz ungacha yetib bora olmasak kerak. Lekin boshqa tepalikka, boshqa cho'qqiga chiqib olamiz. Mana bu yerda o'tirib obed qilsa bo'ladigan joy. Lekin biz mana bu yerda kenglikni topdik. Ajoyib. Mana bu yerda biz vodiyga panorama ochiladi. Ko'rish mumkin. Ha, eng tepasi shu mana. Endi tepalashib ketaveradi cho'qqigacha, lekin chiqishimiz kerak bo'lgan eng tepasi shu. Yetib keldik. Chiroyli, mana daraxtchalarimiz. Bizlar mashhur. Salqaroq joyga. Sal panaroqqa o'tirsak. Ayiq, bo'ri. Ha? Pichoq? Pichoq bu. Manga. Sizga? Qattiq pichoqsizga? Zo'r chiroyli ekan, ha? Yaxshi ko'raman. Nima yo'q bu? Oralarni sizga qarab dinga qilib yopdilar. Hozir shu videoga olayotgan paytim so'kinish nima kerak? Diyor shuna yurib ketdi tulchaga qarab. Biz yana dam olgani to'xtadik. Bugun light pahot.
Ajoyib. Balandlik ham bor, tekis ham bor. Soya salqin ham bor. Mana bular ekran qullari. To'qqa chiqib ekrandan bo'shamaydi. Qalay Akimjon? Yaxshi. Hassa bilan yurma, shuna o'lib ketding. Hozir bexassa. Ha? Hozir hassa so'rayapman. Hay. Sizdan gapni aniq qilasiz-da. Aniq qilaman deyapti. Yoshlik yo'llarida mayli hassada yur, lekin hayot yo'llarida hassaga suyma. Ikkita narsa mavjud. Kisanga sol. Orqada qaytishga yo'l anaqangi junglining ichidan o'tadi. O'sha yangi yo'l topib oldik. Endi amallab mashinaga chiqib olishimiz kerak. Oyoq tagidan ehtiyot bo'lib albatta. Hasharot, ilonlar bo'lishi mumkin. Umuman loy bo'lishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan o'tib ketishimiz kerak. Ha. Bize safarimiz yakunlandi. Mana bu yerda Senegoriya o'rmonlari va vodiy ochildi manzarasi. Bu yerda kichkinagina tog' uychasi. Sekinlik bilan mana shu qalin o'tlar ichidan yo'lni davom ettiramiz. Chiqibsizlarmi? Biz tugatdik sayohatni. Endi mashinaga qarab yurdik. Ozgina qoldi. 50 metr qoldi. 50 metrdan keyin mashinamiz. Shu yerda Moviy tog'lar dam olish maskani bor. Endi bu o'sha mashhur sun'iy emas, bu tabiiy ko'l bu. Soydan oqib kelgan suv mana shu yerda yig'iladi har doim. Chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Mashinamizga keldik. Charchamadingizlarmi? Kuydikroq. Ayni. Lekin to'qqa chiqqan payt kerak narsalarni olish kerak ekan. Bugun tushundim. Kerak narsalar kerak ekan. Oyoq kiyimimiz uchun ko'p tayyorlanib. Ha, tayyorlanib kelish kerak ekan. Tayyorlanib kelish kerak. Oyoq kiyim juda muhim narsa. Tog' bor ekanmi? Hakimjon sumkasida, kichkinasida. Böyle kerak emas sana. Biz Senegoriyaga albatta yana qaytamiz.
sekin endi orqaga yo'l olsak ham bo'ladi. Soat 5 dan oshdi. Endi mana sekin